Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Janoza namozi nomi agarchi janoza namozi bo'lsa ham aslida o'zi duodan iborat namoz hisoblanadi. Ya'ni bir musulmonlar janoza namozida o'zini bir musulmon birodarining orqasidan uning haqqiga xayrli, yaxshi duolarni qiladi. Allohdan so'raydi, uning demak mag'firatini qiladi. Demak o'zi duo. Duodan iborat bo'lgan namoz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning demak sunnatlarida vafot etgan odamni olib borib ko'mgandan keyin uning haqqiga duo qilishlik haqida hadislar kelgan. U zot alayhissalom o'zlari duo qilganlar, duo qilishga targ'ib qilganlari bor. Demak, duoni janoza namozidan keyin duo qilish mumkin emas degan masala, asosiy masala shuki, demak janozani o'qib bo'ldik. Janozani o'qib bo'lgandan keyinoq qo'lni ko'tarib yana ikkinchi marta duo qilishlik sunnatda kelmagan. Shuni bilib olishimiz kerak. Janozani o'qidi, janoza tugashi bilan yana qo'lni ko'tarib duo qilishlik sunnatda kelmagan. Har kim o'zi duo qilsa, duo qilaversin. Jamoat bo'lib, mana bizdagi ba'zi urflarda kelib ketgan odamlar to'planib turib, qo'lni ko'tarib, hammasi barobar qilib, demak duo qilishlik juda kengayib ketgan. Abdulhayy Laknaviy buni o'zlarini bir risolalarida hattoki mutlaqo bu mumkin emas, bu sunnatga zid, bu bunday musulmonlar tiyilish kerak deb qattiq demak zajr qilib gapirganlar. Janoza namozidan keyinoq duo qilishni, ya'ni o'zi namozi duo tugashi bilan yana duo qilishdan qaytarilgan. Ammo ozgina yurgandan keyin, olib borib qabristonga ko'milgandan keyin xohlaganicha duo qilinadi, chunki duo qilishlikka shariatda ruxsat berilgan. Bu hatto payg'ambar alayhisolatu vassalomning sunnatlarida bunga demak targ'ibot ham bor. Mana shunday qilishligi kerak bo'ladi. Allohu a'lam bis-savob.